İşlerinizden bağansır bolsun, oňuşluk bolsun, turmuşymda paranlar sal azrak bolsun, azaderek bulaýdysaňlar, mandaq bir meseleni oýuşluk kala. Ýani artykşyga qat'y arlaşmaslyk. Hem de çoğunlar burun bizge tolu nasihat kıldıgan artykşyga arlaşma. Hem de yalğız bu bir ergizmeliki haqqaniyet üçün bulgan bazı işlerde arlaşma diyen gep emas. Belki nurgullar köňlümizde biz hemmeni düşünümüz. Etrafımızdakilerin hemmisini bilimiz, hemmisini düşünümüz. Şuna ularning turmuşyga yoki şu başkalarga özümüzden göz karşıyınca aralışıp yapsalımız. Başkalardan sonra bakımız öyle kandar ötüp ötüptü. Başkalar nemiş kıp ötüptü. Kandak kısıldı degan doğruluk. Şunu olar toluğundan sorayımız, kirişip alımız, onun yollarını göstürmemiz, andak kısan olmamdı, sensin mandak kısan olur deydi. Hem de bəzənlər şu paydalık olsun dep deyişimiz mümkün. Lekin bu karşı tarafga köpünce aks ta'sir gösterip koydu. Belki anlayan başkalar mavi manglaştaki yol gösterip belki kuncu kıvatıdı, baş kurvatıdı. Hemmeden başkalarının baş kuruşunun bizargı başındak bir alet şekillenip kaldı. Şunu olar bəzən gerçek sizin gösterken yolunuz doğru. Şu üzüm kımmak çoğa iş olsun mu? Siz gerek tavsiye qilib kelsangiz vaz kechib o'tirdi. Qilmaydi. Şuna ortiqcha aralashma degan şu. Hem de ikkinchi birisi bu Yijing degan bu kitobni o'qiganingizda siz yana har qanday bir odamning o'ziga kelgan baxt, omat baxtsizliklarninki şu sabab natijasi bo'lganligini, uning bir muqarrar shunday hodisa ekanligini, uning sababchisining o'zi ekanligini bilib qolsizlar. Har qanday bir odamning o'ziga eng moslashgan bir turmush yo'li bo'ladi. O'ziniki eng yaxshi bir go'ydav bo'ladi. Hamda biz o'zimizning maydonda turib tarafki adamlarga baho bersak yoki yo'l ko'rsatsak toz to'g'ri bo'lib ketmaydi. Bunday vaqtlarda yana biz asonla shu o'zimizning go'ydasini, ya'ni o'zimizning maydonini manikiga aralashtirib qo'yamiz degan gap. Uchinchi bir so'zsa amniya davridagi bir hikoyaga, amniya davridagi siyosatshunos Guanjong mushuning bir hikoyasiga. Bu yosh vaqtlarda hamda askarga tutildi-da, askar tutilgan vaqtimizda uda 3 qatim jang berib qochib ketdi ekan. Uda 3 qatim qochib ketdi ekanda bu. Shular buni atrofdagi boshqalar, shu qo'shnikilar u bo'lib Kamkin hem sağlık kılıp gavini, vay tuğ jürek, vay latgılap, vay qo'rqanchoq deb. Endi bunun nima uchun shunday qildig'ini shu faqat birla do'sti bildi. Chunki buniki qerib, ojizlab qolgan ota-onasi borga, bovay mo'may oldi kelib qolgan. Bu yolg'iz farzandga. Endi bularning qo'saq masalani hal qilish uchun yoki ish bo'lmasa oxirgi qatim bir chiroyli uzitib qo'yish uchun har qatim mushlarni ansirab shunday ketadigan bunday qilmasa bo'lmaydi ekan. Endi buni yaqin do'sti qo'shilgan u tushunadi. Qolganlar tushunmay aksida buni qo'rqanchoq, vallahi canından qo'rqib qochdi deb tushungan. Amaliyotda bu keyingi vaqtlarda ajoyib so'rtok ko'rsatgan, ajoyib cho'ng botirlik ko'rsatgan. Biroq buning oldida qilmoqchig'ini faqat o'zining bir burchini ada qilgan xolos. Hamda bu Yijing degan kitobda manda yana bir ko'z qarash bor ekan. Hamda masalan biz maxfiyatlikni so'zlagan vaqtda deganman. O'zining turmushiga bir yaxshi ishlarni tatib kelish uchun oldidan yaxshi ishlarni o'yla, yaxshi ishlarni tafakkur qil deb. Shundaymi? Hamda bu kitobdimi shu ko'z qarash bor ekan. Bizning atrofimizdan bog'i dunyoni o'zgartirmaydi, sen oldinda o'zingni o'zgart. Bu nurg'un kitoblardagi bir bu falsafa, bu markaziy ideya bir-biriga o'xshash-ku. Hamda Langdabayning maxfiyatlik to'g'risida tartishning qanday to'g'risida so'zlaganman. Kim ma kitap qiziqib o'qib bakıp buningda shunday ko'z qarash olgan hayron qoldim-ku. Aning rostligiga texnik ishini o'taman biz. Ya'ni bu kitobdimi o'zingning keyingi turmushining texnik yaxshi, omadlik, baxtli bo'lishini o'ylasang, hargiz boshqalardan ko'ma. Oldi bilan sabab senda. Oldi bilan sen shu o'zing yaxshi bo'lish kerak, chin yaxshilikni o'ylashing kerak. Sen yaxshi sababni qilganda yaxshi natija oningdan keyin chiqadi deydi. Ya'ni kelib shu o'zingni boshqarish odatlar, o'zingning ko'z qarashi, o'zingning harakati, shuningga o'zingning diqqatini jig, boshqalarning ishiga oz aralash, hatto boshqalarga yordam qiladigan ish bo'lsa-mu, shuningda bir so'rab deb manda ish bo'tdi. Deb anadigan bo'lsin deydi. Ya'ni atqachilik qilma demoqchi bu yerda. Mazmun buni yoqtirgan do'stlar birdan yaxshi juda kirib g'anjo qilishni unutib qolmanglar. Keyingi sonda davomli paralashamiz.